Mikro muhitda yozish tez. Nano muhitda yozish tez emas, ochish tez. Lekin mikro muhitda yozish tez. Yozishga qulay. Demak, biz tepada yuqoridagi kirib oldik. Xo'sh, mana bu kodimizni kiritib olishimiz kerak ekan. Demak, buni bir martasiga kopiya qilib olamiz. Kopiya kod. Demak, bundan chiqib turaylik, mayli. Xo'p, mana bunda Ctrl S kopiya pastda ishlaydi. Короче, Ctrl S Ctrl V ishlaydi bunda. Ko'ryapsizlarmi? Ctrl V ni bosganim bilan уже saqlanib qilib qo'ydi. Bunda ishlaydi. Ctrl V ni bosganim bilan mana tashqi muhitdan kopiya qilgan narsamiz avtomatik saqlanadi. Sizlar mana shu joyda bir ilmoqcha berib ketaman, yordam. Bitta o'chiryapsizmi? Alt tugmasini bosing va tezlikda o'chiring. Bu so'zlarni o'chiradi. Harflarni emas, kalimalarni o'chiradi. Mana mikro muhitda kodimizni o'rnatib oldik. Demak, buni tekshiramiz. Bir o'rganib chiqamiz. H1 tegi bor, sarlavha tegi eng baland, katta. Men haqimda deyilgan. P tegi bor, salom, men telefonda dasturlashni o'rganmoqdaman. HR tegi bu chiziq tegi, chiziq chizadi. H2 tegi bor. Nima o'rganmoqdaman. Bu H1 dan kichkina, bilasizlar. P tegi bor, yana paragraf tegi, birinchi HTML o'rganaman. BR tegi bilan yangi qatorga ko'chirilgan, keyin CSS o'rganaman. BR bilan yangi qatorga ko'chirilgan, keyin JavaScript o'rganaman. P tegi yopildi. HR tegi yana H2 mening maqsadim. H3 tegi H2 dan kichkina, qisqa muddatli maqsad. P tegi yana paragraf, 6 oyda professional dasturchi bo'lish. H3 uzoq muddatli maqsad. P tegi yana o'z kompaniyamni ochish. Demak, bunda saqlanib qilish yana bir bor qaytarib o'tamiz. Ctrl S va Ctrl Q. Oson. Biz saytni ishga tushiramiz. ls tekshirib olamiz, index bor. Python kechirasizlar. Men endi loyiha ustida ishlayapman. Bu menga kerakli narsalar. Menga prosta bu ko'rsatyapti, taxmin qilyapti. Bu aqlli termux qilganman, shuning uchun taxmin qilyapti. Minus m bu serverda boshqa narsa bor. http server Xo'p, 800 qilaylik. Mayli. 800. Buni shunchaki kopiya qilib olamiz. Brauzerga o'tamiz. Va brauzerga tashlaymiz. Mana. Men haqimda. Salom, men telefonda dasturlashni o'rganmoqdaman. HR tegi chiziq chizyapti, ko'rib turibsizlar. Nima o'rganmoqdaman? Savol. Birinchi HTML o'rganaman. BR tegi bor bu yerda, ko'rinmaydi. Keyin CSS o'rganaman. Yana BR tegi bor, eslaringizda bo'lsa. Keyin JavaScript o'rganaman. Bu yerda P tegi yopiladi. Yana HR chiziq chizyapti. Mening maqsadim. Qisqa muddatli maqsad. Mana eng tepada men haqimda deyilgan H1 eng katta sarlavha. Nima o'rganmoqdaman? Mening maqsadim bular H2. Qisqa muddatli maqsad H3 degi bundan kichik.
ko'rib turibsizlar. Mana kichrayib ketyapti. Mana bu yerda ham ko'rsataman. Xo'p. Buni o'chirmagan holda qilamiz. Demak, mana shu joyda o'chirmagan holda. Bu hozir ishlab turibdi mana. Ko'rib turibsizlar, ishlab turibdi. Biz yon tarafni suramiz. Mana bunday o'yna ochiladi. New System. Yangi o'yna ochildi, xuddi mana shu papkada. ls qisalaring mana shu papka chiqadi. Biz mikro qilib, mikro indeks yozamiz. To'g'rimi? Mana ochilishi sal sustdimku, fayl katta bo'lgan sari ochilish battar susayadi. Загрузка battar bo'ladi. Demak, men shu yerda yuqorida keltirilgan kodlarni bir boshdan yozaman. Misol h tagilarini kopiya qilaman hamda bu yerga tashlayman. hr. Bu hr ni ajratish uchun h1 tagidan foydalanaman. h1 tagi. hr uzr, kechirasizlar. hr tagidan foydalanaman. p tagini ajratish uchun yana hr tagini qilaman va bu yerdan p tagini olaman. Ctrl V. Hop. hr. Bu yerda p yana bir bor kelgan. br tagini misoli. Bu yerda yana Ctrl V qilaman. Yana qaysi qator qoldi? hr mana bu qoldi. Buni ham kopiya qilib olamiz. hr kopiya qilish, qo'yish, joylash, tab tizimlari bunda avtomatlashtirilgan bo'lganligi sababli menga mikro muhitni yozish uchun qulay. Lekin katta fayllarni ochish uchun bo'lsa, o'zgartirish, qidiruv tizimlariga nano muhitini tavsiya qilaman. Demak, Ctrl S, Ctrl Q. Sistema ishlab turibdi. Biz ikkita narsa ochgandik. Bitta sistema ishlab turibdi. Mana bu avtomatik joylangan bo'ladi. Mana men dasturlashni o'rganmoqdaman. H1 dagi H2 HTML bo'limi, sarlavhalar haqida, H3, H4 4-daraja, H5 5-daraja, H6 6-daraja mana eng kichik. HR bilan ajratganman. P tagiga misol bu birinchi paragraf. Matn bu yerda yoziladi. Bu ikkinchi paragraf. Brauzer ular orasiga avtomatik bo'sh joy qo'yadi. Mana shu yerda bir narsani bajarib ketamiz. Sizlarga ko'rsatish maqsadida. Mikroni mana shu yerda topamiz. Birinchi qator paragraf, ikkinchi paragraf deyilgan. Bu nega aynan brauzer ular orasidagi tabni, ya'ni interni bitta qilib ko'rsatadi deyilganda mana bu nazarda tutilgan. Siz mana ochdingiz, juda katta, mana to'g'rimi? Allanechta enter qo'yib arosini ochdingiz. Ctrl S, Ctrl Q. Saqlanib bo'lingan brauzerda turibdi. Bitta obnovleni beramiz. Mana hech nima bo'lmayapti. Ya'ni biz qo'ygan katta joy, katta masofani brauzer faqat bitta deb hisoblayapti. Mana yozib qo'yildi. Brauzer ular orasiga avtomatik bo'sh joy qo'yadi. Ya'ni avtomatik tarzda mana shu bo'sh joyni qo'ygan. Tamom. Siz arosiga agar tag qo'ymasangiz, ko'p joy tashlasangiz, bu hech nimani bildirmaydi. Avtomatik brauzer o'zi joy tashlaydi.
Ikkinchi misol keltirilgan BR tagiga birinchi qator BR bor edi, ikkinchi qator yana BR bor, uchinchi qator keyin P tagi yopilgan edi. P va BR taglarining farqi aytib o'tilganda, P tagi bu paragraf hisoblanadi. Qator tashlash, ya'ni joy tashlash katta bo'ladi. BR tagi joy tashlaydi, faqat kichik masofada joy tashlaydi. HR bilan yana chiziq chizib, biz yana keyingi misolda qilganmiz. Birinchi bo'lim matni H1 P tagi va HR tagi chiziq chizilgan ikkinchi bo'lim, bu ikkinchi bo'lim matni. Mana shunday. Demak, biz bunga yana qanday o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Misol, men istayman, mana shu men dasturlashni o'rganmoqdaman so'zini pastga tushirmoqchiman. Ya'ni menga nima kerak? BR tagi kerak. Demak, bitta mikroga kiramiz. Hop. Qayerda u? Men dasturlashni o'rganmoqdaman. Mana topdim. Bizga nima kerak? BR tagi kerak. BR tagidan keyin siz enterni bosib pastga bosishingiz shart emas. Mana shu yerda turibdimi? Tamom. O'rtasiga BR tashladingizmi? Tamom. BR. Xo'p, mana. Yangilab olamiz. Mana avtomatik o'rganmoqdaman pastga tushdi. Ko'rib turganlaringdek, avtomatik pastga tushdi. Endi men shularning orasiga HR bilan chiziq tortmoqchiman. Demak, muhitga kirib olamiz. Mana BR HR tagini men aytdim, tag ichiga yozsa bo'ladimi degan savol bor edi. Men yo'q dedim. Qani bir yozib ko'ramiz. Men adashganman yoki yo'qmi? Ham BR tagi bo'lyapti, ham HR tagi bo'lyapti. Qani ko'ramiz. Demak, ishladi. Azizlar, demak, tag ichida ham BR ham HR ishlar ekan. Bu degani hamma taglar ichida boshqa bir tagni ishlatsa bo'ladi ekan. Lekin bu degani H1 ichiga P tagini o'rnatish mumkin degani emas. Xo'p, men dasturlashni o'rganmoqdaman. O'rtada BR ham bor, HR ham bor. Demak, masofani uzoqroq tashlamoqchiman desachi, ya'ni ko'proq masofa bo'lsin. Men dasturlashni o'rganmoqdaman, juda pastda bo'lsin desalaring, mana BR ni shunchaki ko'paytiramiz. BR yana BR. Xo'p, nechta BR qildik? 4 ta BR qildik. Mayli, 5 ta qilib qo'yaylik. BR saqlaymiz va brauzerga mana azizlar. Demak, bilib oldik. HR chiziq chizadi, BR joy tashlaydi. BR qancha ko'p yozsangiz, brauzerda shuncha ko'p aroliq joy tashlanadi.